Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bugungi mavzuyimiz modulli tenglamalar va tengsizliklar mavzusi bo'ladi. Darsda avval keling modulli tenglamalar haqida gaplashib olamiz. Demak, modulli tenglamalar quyidagi holatlarda ishlanadi. Demak, modul ostida qanaqadir fx funksiya berilgan bo'lsa va bu fx funksiyaga teng bo'ladigan bo'lsa, biz fx funksiyani 0 da katta yoki teng qilib ishlab qo'yamiz. Mana shu tengsizlikni ishlaydigan bo'lsak, yechimga ega bo'lamiz. Demak, ikkinchi holatimizda fx funksiyamiz bu holatda minus fx funksiyaga teng bo'lsa, minus fx funksiyaga teng bo'ladigan bo'lsa, fx funksiyani aksincha bu safar 0 dan kichik yoki teng qilib ishlab qo'yamiz. Uchinchi holatimizda modul ostida fx funksiya modul ostida rx funksiyaga teng bo'ladigan bo'lsa, bu holatda fx funksiyamiz rx funksiyaga tenglanadi va fx funksiyamiz minus rx funksiyaga tenglanadi va bu yechimlar birlashtiriladi, esimizdan chiqarmaylik, birlashtiriladi. To'rtinchi holatimizda fx funksiya barobar bo'lsin a soniga. A bu yerda 0 dan katta yoki teng bo'lishi kerak va fx funksiya bu holatda dastavval a ga, keyin esa minus a ga tenglanadi va javoblar birlashma sifatida olinadi. Endi esa modulli tenglamalarning yechimlarini ko'ramiz. Misollar ishlaymiz. Berilgan misollarning yechimlarini ko'ramiz. Demak, bizda birinchi misol. Modul ostida x plus 1 barobar modul ostida 2x minus 1 bo'lsin. Bu birinchi misolimiz. Demak, bu holatda nima qilamiz? Fx funksiya rx funksiyaga teng bo'lyapti va bir marta manfiy, bir marta musbat ochib chiqamiz. Demak, birinchi holatda x plus 1 barobar 2x minus 1 bo'lsin va bu holatda xlar minus x, bu tomonga minus 2, x barobar 2 bo'ladi. Ikkinchi holatda manfiyga ochamiz. Rx funksiyani minus 2x plus 1 bo'ladi. X ni bu tomonga olib o'tsak 3x, birlar esa qisqarib ketadi va barobar 0. X barobar 0. Demak, ikkita yechimi bor ekan. Javobimiz C varianti bo'ladi. Bizdan nechta yechim degani so'ragan. Ikkinchi misolda modul ostida x barobar 2x minus 5. Bunda ham fx funksiya rx funksiyaga tenglanyapti. Keling, biz x funksiyani manfiy musbat qilib ochaylik, chunki biroz qulaylik tug'diradi bizga. Demak, 2x ni chap tomonga olib o'taman. Minus x barobar minus 5. X barobar 5 degan yechim keladi. Ikkinchi holatimizda fx funksiyani x deb belgilaganmiz va mana shuni manfiy qilib ochamiz. Minus x barobar 2x minus 5. Yana 2x ni chap tomonga olib o'tadigan bo'lsak, minus 3x barobar minus 5. X barobar 5 taqsim 3. Bunda ham ikkita yechim. Javobimiz B varianti bo'ladi. Xo'sh, endi keling boshqacharoq turdagi misolni ko'raylik. Uchinchi misolimizda boshqacharoq misol. Modul ostida x minus 1 ko'paytirilgan modul ostida x plus 2 barobar 4. Bunda nima qilamiz? Birinchi holatda